Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Saloyib Mahmud. O'tgan videolarimizda aytib ko'rsatib ketdik. Prostoy stol suvchilarni ko'rsatamiz deb. Chayniklarga, morojniy xonalarga qo'ysa bo'ladi, stolovoylarga qo'ysa bo'ladi. Usti koja bo'ladi. Arqayin chu mo'yshi bo'ladi. Ortlarida koja bo'ladi. Melar jag'asi, ichida mashalkasi bor bunga. Kraskalar yaxshi kraskadan, zanglamaydi. O'zimizning O'zbekiston kraskalari, turk kraskalari ham, O'zbekiston kraskalari ham bor. Stoli shunday endi laminat bo'ladi. O'tgan videomizda aytib ko'rsatdik, chetlaridan filtrlari bor. Nomimiz shundan boshqacha qilsa, profildan ishlangan varianti. Bu ham shunday. Bu materiali mo'yshi, pol mo'yshi deb aytiladi. Juvib, izg'arga nega isat qilmaydigan. Bu ham stoli shunday. Laminat. Chetlarida bu ham filtrlari bor. 6 adamlik, 4 adamlik, 8 adamlik har turli variantlarda bor. Biz bitta ikki xudo qalasa bularda yerdan klientlarni jiberamiz. Stolchiklarimizdan ortida da qaplangan bo'ladi. Mana ortlardan qadar ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Tuyoqlarni qo'yilgan rezinalar stolda da, stolchigida da bo'ladi. Kreslo pasonda da, oddiy profil pasonlarda da hammasida shunday tuyoqlarni rezina qo'yib ketgan bo'ladi. Mana endi ko'ziga o'tganda ko'rganingiz deko pasona. Buni ham xudo qalasa ertaga aynasi keladi. Xudo qalasa shu uchun bir qilib yerlarni jetirib beramiz. Ana ikkovi shu bir odamga ketadi. Ana biz xudo qalasa bir uyga ketib o'tibdi. Ba'zicha bu kafe stolovoylarga emas, bir uyni olib qo'yaman deb niyat etib qo'ygan ekan. Shuni qilyapmiz. Kichkina minatimizni baholab o'tib bir like bosib qo'yasiz deb umiddamiz. Kanalga podpisatsiya bo'lib. Sizlar bilan men Saloyib Mahmud bo'ldi. Stolchiklar to'qimalar kerak bo'ladigan bo'lsa, deko pasondan har turli fasonlardan bor. Pastga nomer qo'yib ketamiz, shu nomerlarga xabarlashsangizlar sizlarga yetkazib beruv xizmatlarini xudo qalasa yo'lga qo'yamiz. Sizlar bilan men Saloyib Mahmud bo'ldi.